Namozda riyo qilish mumkin, Qur'on o'qishda riyo qilish mumkin. Mana men ma'viza qilyapman. Maqtanish uchun ma'viza qilsam riyoda endi bu. Baho oladigan ma'noda. Riyoga haj qilish mumkin, umra qilish mumkin, riyoga namoz o'qish mumkin, lekin riyoga roza tutalmas ekan odam. Nimaga desa, chunki rozada ko'rsatadigan ish yo'qda. Namozda uzun ruku, sajdalarni qilish mumkin jamoatda. Uyda to'g'don cho'qigandek namoz o'qiydi, patir-putir qilib. Masjidga kirganda avliyo bo'ladi. Munofiqning belgisi shu bittasi. O'zi ekanligida shayton, odamlar ichida avliyo. Odobli bo'ladi, o'zidan avliyo yasab oladi. Ovqatlarni ham qoshiqda uchi deydi. Uyda 5 panjada g'ishti qilib ovqat yeydi o'zi aslida. Odamlar ichga kirganda kulturniy bo'ladi. G'irt munofiqning ishi mana shu bo'ladi. Ya'ni ko'ynakning ichini bitta og'darasiz, ichini bitta og'darganda musulmonning ichi bilan tashib bir xil bo'ladi. Samimiy bo'ladi. Men bandalarimga faqat ixlos bilan ish qilishni buyurdim. Ixlos degani Xudoning roziligi uchun ish qiladi. Bermaydi, Xudo uchun bermaydi. Beradi, Xudo uchun beradi. Qovog'ini soladi, Xudo uchun qovog'ini soladi. Qo'lini ko'ksiga qo'yadi, Xudo uchun qo'yadi. Ko'rishmaydi, Xudo uchun ko'rishmaydi.